Bir kechada saraton kasalligidan shifo topgan yigit. Assalomu alaykum aziz do'stlar. Bu foniy dunyoda odamlar mol, dunyo, mansab va qudrat bilan sinaladi. Ba'zi insonlar esa mansab mastligiga shu qadar berilib ketadiki, bu dunyodagi hamma narsa vaqtinchalik ekanini unutib qo'yadi. Bugun bor bo'lgan qudrat ertaga yo'q bo'lishini o'ylamaydi. Katta shaharlardan birida juda boy, yuqori lavozimli yigit yashardi. U davlatning muhim idoralaridan birida katta rahbar edi. Odamlarning ko'p ishlari uning qo'li ostidan o'tardi. Lekin u bu lavozimni Alloh bergan omonat deb bilmadi. Odamlarga yordam berish o'rniga zulm va kibru havo yo'lini tanladi. Har kuni kambag'al va bechoralarning haqqini yerdi. Odamlarning qalbini sindirardi. O'zining mansabi va boyligi bilan boshqalarni xo'rlashdan zavq olardi. Hech kim unga qarshi gapirishga jur'at qila olmasdi. Chunki yuqori lavozimdagi kuchli tanishlari uni har qanday jazodan himoya qilardi. Bu yigit ota-onaning yagona farzandi edi. Uning qari ota-onasi esa solih, namozxon va Allohdan qo'rqadigan insonlar edi. Ular har kuni o'g'lining qilayotgan zulmlarni ko'rib, ich-ichidan yig'lardi. Chunki ular yaxshi bilardi. Mazlumning ohi hech qachon javobsiz qolmaydi. Qari otasi titroq qo'llari bilan o'g'lining boshini ushlab, ko'p nasihat qilardi. Bolam, bu yomon yo'ldan qayt. Odamlarga zulm qilma. Mazlumlarning ko'z yoshi seni bir kun tutadi. Bu mansab ham, boylik ham abadiy emas. Halol rizq top va odamlarning duosini ol. Mehribon onasi ham yig'lab derdi. O'g'lim, bizning sendan boshqa hech kimimiz yo'q. Harom mol va zulm sening oqibatingni qoraytiradi. Lekin mansab va boylikka mast bo'lgan yigit bu nasihatlarni masxara bilan eshitardi. U nafaqat namoz va ibodatdan uzoq edi, balki Allohga, qiyomatga va oxirat hisobiga ham ishonmasdi. Qalbini kufr va zulmat qoplagan edi. Uning o'zi ham bir o'g'il farzandning otasi edi. Butun mehrini o'sha bolaga berardi. Lekin shu ne'mat ham uni shukr qilishga olib kelmadi. Har safar ota-onasi unga tavba qil, sajdaga bosh qo'y, Allohga qayt desa, u g'urur bilan kulib javob berardi. Men sizlarning xudoyingizga ishonmayman. Inson bu hayotga bir marta keladi. Qanday yashagim kelsa shunday yashayman. Pulim ham, qudratim ham bor. Hech kim meni o'zgartira olmaydi. U o'zining qudratini abadiy deb o'ylardi. Lekin u bilmas edi. Taqdir o'qi allaqachon unga qarab uchib kelayotgan edi. Alloh zolimni ushlaganida esa uni hech qanday mansab, boylik yoki kirisha qutqara olmaydi. Kunlar o'tardi va mansab mastiga aylangan bu yigit zulm va kibru, g'urur yo'lida yurishda davom etdi. Ammo Alloh taolo qachon osiy bandasini ogohlantirishni istasa, uning qudrati va boyligini ko'rinmas bir zarra yoki ichki bir dard bilan tuproqqa teng qiladi. Bir kuni yigit ish stolida o'tirgan payti boshida juda kuchli va chidab bo'lmas og'riqni his qildi. Avvaliga buni oddiy charchoq deb o'yladi. Lekin bu og'riq kundan kunga kuchayib, go'yo miyasiga mix qoqilgandek azob bera boshladi. Holati shu darajaga yetdiki, ko'zlari xiralashib, ba'zan hushidan ketadigan bo'ldi. U mamlakatdagi eng yaxshi shifoxonalarga murojaat qilgan edi. Tekshiruv natijalari uning butun hayotini larzaga soldi. Miya saratoni. U ham eng og'ir va oxirgi bosqichda edi. Boyligi va katta mansabi, ilgari uni hammadan ustun qilib ko'rsatgan narsalar bir lahzada qiymatini yo'qotdi. U barcha pullarini sarfladi. Chet davlatlardagi eng rivojlangan klinikalarga bordi. Dunyoning mashhur shifokorlari qo'lida davolandi. Oylar davomida tanasi kimyoterapiya azobini tortdi. Juda qimmat dorilar ichdi. Lekin barcha urinishlar foydasiz edi. Og'riq kamayish o'rniga kundan kunga kuchayib, uning tanasini yemirib borardi. Davolanishning oxirgi kunlaridan birida mashhur shifokor qayg'uli nigoh bilan uning oldiga keldi. Hujjatlarni stolga qo'ydi va oxirgi gapini aytdi. U dedi: "Biz qo'limizdan kelgan barcha ishni qildik. Ammo tibbiyot bu kasallik oldida ojiz. Endi hech qanday dori yoki operatsiya sizga yordam bera olmaydi. Uyingizga qayting.
balki 3 oy, eng ko'pi bilan 4 oy umringiz qolgandir. Qolgan vaqtingizni oilangiz bilan o'tkazing. Yigitning tanasi kundan kunga zaiflashardi. Sochlari to'kildi. Ilgari mag'rur va chiroyli bo'lgan yuzi endi tirik jasadga o'xshab qolgan edi. Ish shu darajaga yetdiki, ilgari mansab paytida doim yonida yurgan Krishalar va kuchli tanishlari endi telefoniga ham javob bermay qo'ydi. Hamma undan yuz o'girdi. Yigit shunda tushundi. Bu dunyoda o'lim va og'ir dard oldida inson mutlaqo yolg'iz va ojiz ekan. Bir paytlar faxrlangan boyligi endi unga hatto bir soniya og'riqsiz hayotni ham sotib bera olmasdi. Bu mag'rur va zolim yigitning fojiasi saraton kasalligiga chalinishi bilan tugamadi. U Allohning begunoh bandalariga qilgan zulmlari va gunohlarining qora oqibati endi bo'ron kabi o'z uyiga kirib keldi. Bu dunyoda ota-ona uchun o'z ko'zi bilan yagona farzandining so'lib, kundan kunga erib borishini ko'rishdan og'ir dard yo'q. Uning qara ota-onasi yillar davomida duo va halol niyat bilan katta qilgan o'g'illariga shifokorlar atiga 3-4 oy umr qolganini aytishganida butunlay sinib tushdi. Mehribon onasi tunlari tonggacha kasal o'g'lining boshida o'tirardi. O'g'lining sochlari to'kilgani, yuzi qorayib ketgani va boshidagi og'riqdan zaif ingrashlarni ko'rib qoni yig'lardi. Onaning yuragi bu azobga dosh bera olmadi. Bir kecha og'ir qayg'u va dard sabab yuragi to'xtab, jon taslim qildi. U ketdi. Faqat yagona farzandining o'limini ko'rmaslik uchun. Qaro otasi esa endi ham umr yo'ldoshidan ayrilgan, ham yagona o'g'li qabriston yoqasida turgan bir paytda uzoq chidab tura olmadi. Xotinining o'limidan bir necha kun o'tib, u ham yurak dardi va oilasining vayron bo'lish azobidan vafot etdi. Bir hafta ichida ota ham, ona ham bu foniy dunyoni tark etdi. Kasal yigit esa endi bu cheksiz dunyoda o'zini mutlaqo yolg'iz his qildi. Kimyoterapiya va kasallik uning tanasini zaiflashtirib yuborgan edi. U bir lahzada angladiki, nafaqat o'z umrini barbod qildi, balki ota-onasining o'limiga ham sababchi bo'ldi. Agar u ularning nasihatiga quloq solganida, odamlarning haqqini yemaganida va hech kimning qalbini og'ritmaganida, balki bugun ota-onasi uning yonida bo'lardi. Saraton kundan kunga miyasini yemirar, ammo ruhiy azobi jismoniy og'riqdan 1000 barobar kuchli edi. Bir kuni kechqurun quyosh ufq ortiga sekin botayotgan paytda u titroq oyoqlari bilan uydan chiqdi. Shahardagi katta daryo bo'yiga borib, bir tosh ustiga o'tirdi va suv to'lqinlariga qarab yig'lay boshladi. Ko'z yoshlar yomg'ir kabi yerga tomardi. U kufr va zulm bilan o'tgan yoshligi uchun yig'lardi. O'zining yagona farzandi haqida o'ylab yig'lardi. Yaqinda yetim va panohsiz qoladigan bolasi uchun. U o'zini yer yuzidagi eng katta gunohkor deb his qilardi va endi o'ziga hech qanday najot yo'lini ko'rmas edi. Shu payt o'tib ketayotgan bir qariya uning yig'isini eshitdi. Yuzida iymon va hayot tajribasi nuri ko'rinib turgan bu nuroniy kishi sekin uning yoniga kelib o'tirdi va mehr bilan so'radi. "Bolam, nega bu oqshomda daryo bo'yida bunchalik qon yig'layapsan? Senga nima dard tushdiki, seni bu holga soldi?" Pushaymon bo'lgan yigit esa endi yashiradigan hech narsasi qolmaganini his qildi. U butun hayotini, zulmlarini, mansabdagi kibru g'ururini, namozsiz va iymonsiz o'tgan kunlarini, miya saratoni kasalligini va ota-onasining ketma-ket o'limini birma-bir qariyaga aytib berdi. Shifokorlar unga atiga bir necha hafta umr qolganini ham aytdi. Dona qariya uning gaplarini diqqat bilan tingladi. So'ng boshini qimirlatib, sokin va nurli ovoz bilan dedi: "Bolam, haqiqatdan sen katta gunohlar qilding, ammo noumid bo'lma. Dardni ham Alloh beradi, shifoni ham faqat u beradi. Sen butun dunyoni kezib chiqding, chet ellarga bording, boyligingni sarflading, lekin shifoni ojiz bandalardan izlanding. Sening shifoing hech bir shifokorning qo'lida emas. Sening shifoing faqat Allohning huzurida. Bor, Robbingdan so'ra, tavba qil, sajdaga bosh qo'y. Chunki Allohning rahmati sening barcha gunohlaringdan ham kattaroqdir."
Qariya shu so'zlarni aytib, sekin uzoqlashdi va yigitni chuqur o'ylar ichida yolg'iz qoldirdi. Bu so'zlar uning qorong'u qalbini yorib kirgan nur kabi edi. Uzoq yillardan keyin ilk bor qalbida umid uchquni paydo bo'ldi. O'sha nuroniy qariyaning so'zlari bu adashgan yigitning qorong'u qalbida alangadek yonib ketdi. U daryo bo'yida soatlab o'tirib, o'tgan hayotini birma-bir esladi. Quloqlarida otasining va mehribon onasining ovozlari jaranglardi. Bolam, tavba qil, namoz o'qi, bu yomon yo'ldan qayt. Endi u butun vujudi bilan anglab yetdi. Umrini kibru, zulm va kufr yo'lida bekorga sovurib yuborgan edi. Bir paytlar men sizlarning xudoyingizga ishonmayman deb mag'rurlik qilgan nafsning oqibati endi o'lim va ojizlik qarshisida tuproqqa teng bo'lgandi. Yigit shunday qarorga keldi. Endi bir soniya ham vaqtni yo'qotmaydi. O'lim tomog'iga yetib kelmasdan oldin Robbisi tomon qaytadi va ibodat boshlaydi. U titroq va og'riqli tanasi bilan o'rnidan turdi va shahardagi katta masjid tomon yurdi. Masjidga yaqinlashganida xufton azonining ovozi qulog'iga chalindi. Bu ovoz uning butun vujudini larzaga soldi. U sekin tahoratxonaga kirdi. Bu hayotida ilk bor tahorat qilishi edi. Atrofdagi namozxonlarning yordami va otasining tahorat qilgan lahzalarini eslab, qo'l-oyoqlarini birma-bir yuvdi. Sovuq suv yuziga va qo'llariga tekkanda, go'yo tanasidagi og'riqlarning bir qismi yengillashayotgandek tuyuldi. U singan qalb va nam yuz bilan masjid sahniga kirib, jamoat orasida safga turdi. Imom Allohu akbar degan paytda namoz boshlandi. Yigit esa hayotida birinchi marta boshini sajdaga qo'ydi. O'sha muqaddas lahzada peshonasi sajdagohga tekkach, go'yo yelkasidagi barcha zulmat qulab tushgandek bo'ldi. U sajdada butun vujudi bilan yig'lardi. Ko'z yoshi masjid gilamini ho'l qilardi. Jamoat namozi tugagach, odamlar birma-bir masjidni tark etdilar. Chiroqlar ham asta-sekin o'cha boshladi. Ammo bu dardmand yigit masjidning qorong'i bir burchagida yolg'iz qolib ketdi. Allohning uyi jimjit edi, lekin uning qalbi umid nuri bilan to'la boshlagandi. U shu namoz va ibodat qalbidagi zang va qorong'ulikni oz bo'lsa ham yuvganini his qildi. U zaif va titroq qo'llarini osmonga ko'tardi. Ko'z yosh bilan va qalbining tubidan chiqayotgan titroq ovoz bilan duo qila boshladi. Ey Allohim, ey meni yaratgan zot, men yer yuzidagi eng katta gunohkorman. Men solih insonlarni ozorladim, odamlarning haqqini yedim, ne'matlaringga kufr qildim. Ota-onamni g'am bilan o'ldirdim. Ammo bugun mana shu dardli tanam va pushaymon qalbim bilan rahmating eshigiga keldim. Dardni ham sen berding, shifoni ham faqat sen berasan. Meni bu bedavo darddan qutqar. Qasam ichaman, o'zimni butunlay o'zgartiraman. Hayotimning oxirigacha sening haq yo'lingda yuraman va faqat sengagina ibodat qilaman. Butun boyligimni kambag'allarga sadaqa qilaman. Faqat menga shifo ber. Yagona farzandim bu dunyoda yetim va otasiz qolishini istamayman. Meni kechir, ey Rahmon va ey Rahim. Yigit shu qadar chin qalbdan, shu qadar kuyib duo qilardiki, go'yo butun borliq u bilan birga yig'layotgandek edi. Yarim kechagacha shu holatda qoldi. Birdan uning ko'z oldida juda yorqin, oppoq va taskin beruvchi bir nur paydo bo'ldi. U butun tanasida ilgari his qilmagan yengillikni sezdi. Go'yo barcha og'riqlar tanasidan chiqib ketayotgandek edi. Hayajon va charchoqdan aqli karaxt bo'lib, muqaddas masjidning o'sha burchagida hushidan ketdi va oylar davomida nasib qilmagan chuqur uyquga cho'mdi. Qorong'u tun o'rnini nurli tongga bo'shatib borar. Saharning ilk nurlari ufqni yoritayotgan paytda bomdod namozi vaqti kirdi. Masjid qorovuli va xodimi eshiklarni ochib, masjidni tayyorlash uchun keldi. Chiroqlarni yoqib, masjid ichida aylanib yurar ekan, uning ko'zi bir qorong'i burchakda, chuqur uyquda yotgan bir yigitga tushdi. Qorovul sekin yaqinlashib, yigitning yelkasiga qo'lini qo'ydi va muloyim ovozda dedi: "Aziz birodar, uyg'oning. Bomdod vaqti yaqinlashdi, turing."
Yigit asta-sekin ko'zlarini ochdi. Ilk daqiqalarda u hayrat ichida edi. Atrofga, masjid devorlariga va o'z qo'llariga qaradi. Shu payt u g'alati bir holatni his qildi. Oylar davomida miyasini mixdek teshib, bir soniya ham tinch qo'ymagan o'sha dahshatli og'riq butunlay yo'qolgan edi. Boshi yengil, aqli ravshan, tanasi esa kuch-quvvatga to'lgandi. U o'rnidan turdi va hech qanday zaiflik yoki karaxtlikni sezmadi. Shu onda u butun vujudi bilan angladi. Kechasi qilgan ko'z yoshli duolari va tavbalari Alloh dargohida qabul bo'lgan. Alloh taolo unga yangi hayot va komil shifo ato etgan edi. Yigit quvonch yoshlari bilan tezda tahorat qildi va jamoat bilan bomdod namozini o'qidi. Har bir sajdasi Yaratganga beadad shukr edi. Namozdan keyin u katta umid va hayajon bilan to'g'ri o'sha shifoxonaga yo'l oldi. U bir vaqtlar unga "Sening umringdan faqat 3-4 oy qolgan" degan mashhur shifokorning xonasiga kirdi. Shifokor yigitni ko'rib hayratda qoldi. Chunki uning qarshisida oylar oldingi tirik jasad emas, balki yuzi nurli, qaddi tik va ko'zlarida hayot porlagan yigit turardi. Yigit dedi: "Men miyamni qaytadan to'liq tekshirtirmoqchiman. Barcha tekshiruvlarni qiling." Shifokor uni tekshiruv xonasiga olib kirdi. Zamonaviy uskunalar va kompyuterlar uning miyasini tekshirdi. Natijalar ekranda chiqqan payt shifokorning rangi oqarib ketdi. Qo'llari titray boshladi. U avvalgi suratlarga qarardi. U yerda katta saraton o'smasi miyani qoplab olgan edi. Keyin yangi tasvirlarga qaradi. Miya butunlay sog'lom, toza va kasallikdan asar ham qolmagan. Shifokor hayajon bilan dedi: "Bu tibbiyot va tabiat qonunlari bo'yicha mutlaqo mumkin emas. Bu mo'jiza. Sen nima qilding? Qaysi davlatga bording?" Yigit ko'zlarida shukrona yoshlari bilan shifokorga qarab dedi: "Men hech qayerga bormadim va hech qanday dori ichmadim. Sizning ilmingiz va bu dunyoning qimmat dorilari ojiz qolganida men haqiqiy shifo beruvchining dargohiga bordim. Bir kecha masjidning burchagida sajdaga bosh qo'yib tavba qildim va Alloh taolodan shifo so'radim. Bu shifo bir kechalik ibodat, pushaymonlik, ko'z yoshlari va Yaratganning beqiyos rahmati samarasidir. U zot o'limni hayotga, dardni esa shifoga aylantirishga qodirdir." Bu so'zlarni eshitgan shifokor sukutga cho'mdi. U shu onda angladi: bu koinotda inson ilmi va barcha uskunalardan ham yuksak bir qudrat bor. Aziz tomoshabinlar va pokvijdon tinglovchilar, bu yigit bir paytlar kibr va g'urur bilan xalq haqqini poymol qilib, Allohga ishonmagan bir rahbar edi. Ammo u saraton kasalligining og'ir sinovidan o'tib, ota-onasini yo'qotgach, butunlay o'zgardi. U o'ziga berilgan ikkinchi hayotni Alloh tomonidan berilgan oxirgi imkoniyat deb bildi. U birinchi navbatda o'zining yuqori davlat lavozimi va zulmga sabab bo'lgan mansabidan voz kechdi. Bu dunyoning soxta tayanchlari va kuchli himoyachilarini ortda qoldirdi. U birma-bir o'zi zarar yetkazgan, haqqini yegan insonlarni izlab topdi. Ularning oldida bosh egib, haqqini qaytardi va ko'z yoshlar bilan kechirim so'radi. Odamlar uning bu buyuk o'zgarishini va mo'jizaviy shifosini ko'rib, uni kechirishdi va haqqiga duo qilishdi. Tavba qilgan bu yigit o'zining ulkan boyligini Alloh yo'lida sarfladi. Kambag'al bemorlarga yordam berdi va muhtojlarni qo'llab-quvvatladi. U hayotining oxirigacha ibodat qiluvchi va xalq xizmatkori bo'lib yashadi. Endi bu hikoyaning sabog'i har bir inson, ayniqsa yoshlar va mansab egalariga murojaatdir. Ey inson, ey g'ofil banda, bu hikoyaga ibrat ko'zi bilan qara. Hech qachon kuch, pul, mansab va dunyoviy tayanchlarga mag'rur bo'lma. Bular bir lahzada yo'q bo'lib ketadigan soyalar xolos. Mazlumning oxidan ehtiyot bo'l, chunki u Alloh huzuriga to'g'ridan to'g'ri yetadi. Yodda tut, tavba eshigi hech qachon yopilmaydi. Agar butun dunyo eshiklari yopilgan bo'lsa ham, Allohning rahmati eshigi ochiqdir. Sajdaga bosh qo'y, ko'z yosh to'k va u zotdan so'ra.
chunki Allohning rahmati barcha gunohlardan ulug'dir. Aziz do'stlar, kanalimizga obuna bo'ling. Zero sizning qo'llab-quvvatlovingiz bizning mehnatimiz samarasidir. Keling, oxirida duo qilaylik. Mehribon Parvardigor, barcha bemorlarga shifo bersin. Musofirlarni o'z panohida asrab, sog' salomat vatanlariga qaytarsin. Farzand kutayotganlarga esa solih va soliha farzandlar nasib aylasin. Amin.